yil, 12 yil oldin agar orqaga nazar soladigan bo'lsak, shuni guvohi bo'lishingiz mumkinki, 19 yil oldin bir umidim bor edi. O'sha umid Yevropa markazida ovozga aylandi. O'zbekiston davlati qanday taklif bilan chaqirsa qabul qilardingiz? Bu savol oldida 19 yillik hayotim bir zumda ko'z oldimdan o'tdi. Javobni bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. 4-5 yilda guvohi bo'ldimki, juda ham ko'p davlatlarda, mana Daniyada, Shvetsiyada, Norvegiyada o'zbek jamiyati tashkil etilib, Qurbon hayit, Ramazon hayitlari, Navro'z bayramlari tashkillashtirib, birgalikda hamjihatlikka olib borishmoqda. 3-kun Stokgolmdan endi esa keyingi uchrashuvga. Uchrashuv va kichik tanaffusdan so'ng Navro'z saliga ham yetib keldim. Milliy san'at asarlari, an'anaviy buyumlar, muftiy hazratlari Nuriddin Xoliqnazar tashrif buyurdilar. Ibratli so'zlari har bir kishining qalbiga yetib bordi. Sahna bir zumda jonlandi, milliy ohanglar jaranglashni boshladi va men O'zbekiston axborot xizmati mikrofoni oldida yurakdan so'zladim. Va bu rasm kunning eng go'zal tasvirlaridan biri edi. Video yoqqan bo'lsa, azizlar, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Eng muhim nima deydi, vakillardan biri bo'lib, juda ham katta ishlarni amalga oshirishda o'z hissamni qo'shishni istagan bo'lardim.